بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz kuzatuvchilar, bugun Ramazon oyi munosabati bilan ustozimiz Umar Mahmud domla Ramazon oyining oxirgi 10 kunligidagi e'tikof masalalari bo'yicha biroz suhbat qilib beradilar. Mana shu suhbatga taklif qilgandik. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, sahifamiz bor, sahifaga kirib, hozir to'g'ridan to'g'ri efir ham ochilgan u yerda, ovozli chat qilingan. O'sha yerda savollaringizni ham berishinglar mumkin. Umumiy hozir e'tikof haqida masalalarni tushuntirib beradilar domla. Keyin savollar bo'lsa, ularga ham oxirida javob berilib ketiladi. Rahmat domla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Salatu vassalamu ala rasulihil karim va ala alihi va ashabihi ajma'in. Hop. Ramazon muborak oy judayam bir Alloh taolo rahmatini yog'diradigan mo'tabar oy hisoblanadi. Va ana shu oyni eng Alloh taoloni rahmatiga sazovor bo'lishlikda yanada imkoniyati yuksaladigan kunlardan biri bu Ramazonda oxirgi 10 kunlik ekan. Chunki shu Ramazonda oxirgi 10 kunlikda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ibodatga shunday sho'ng'ir ekanlarki, shunaqangi zikrga sho'ng'ir ekanlarki, hattoki bema'ni, ya'ni boshqa bir ishlarni yig'ishtirib qo'yib, faqatgina Alloh taoloning zikri bilan mashg'ul bo'lar ekanlar. O'zi e'tikof nima degan deyilsa, lug'atda bu o'zini bir joyda tutish va o'zini bir narsaga bag'ishlash va bir narsada doimiy ravishda ya'ni berilishga aytilar. E'tikof degani shu, lug'aviy ma'nosi. Endi shariatda esa oyni oxirgi 10 kunligida masjidda qolib ibodat bilan mashg'ul bo'lishlikka aytilar. Ya'ni shariatda oxirgi 10 kunlikda masjidda qolib ibodat bilan mashg'ul bo'lishlikni e'tikof deyilgan shariatimizda. Chunki aytganimizdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ramazon oyini har 10 kunligida shu e'tikof bilan mashg'ul bo'lar ekanlar. Vafotlariga qadar shu 10 kunligini doimiy e'tikof bilan o'tkazgan ekan. E'tikof aslida 3 turli bo'ladi. E'tikof vojib bo'ladi, e'tikof sunnatiy bo'ladi va e'tikof nafli bo'ladi. E'tikofi vojibda aytadigan bo'lsak, nazr qilgan bir kishi shu Ramazonda misol uchun 10 kunligida e'tikof o'tirishlikni nazr qildim desa, bu e'tikofi vojib bo'lar ekan. Shu 10 kunlikda o'tirib berishligi shart bo'ladi. Sunnat e'tikof esa aytganimizdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu Ramazonda oxirgi 10 kunligida o'tirgan e'tikoflari bu sunnat e'tikof deyilar ekan. Nafl e'tikof esa vaqtni xohlagan vaqtida o'tirishligi mumkin. Bu vojib degani, agar vojibni tark qilsa gunohkor bo'ladi-da, deydi inson. Albatta. Uni ya'ni keyin qilib berishligi shart bo'ladi. Masalan, bir odam e'tikofda o'tirganda ro'zasini buzdi. Ya'ni qandaydir bir sabab bilan og'zidan suv ketib qoldi. Shunga o'xshagan nimasini, ro'zasini buzib qo'ydi. Endi keyin o'shini qazosini tutib berayotganda e'tikof bilan birga qazo qilib beradi. Agar bajarmasa gunohkor bo'ladi. Albatta bajarmasa gunohkor bo'ladi. Bu sunnat e'tikofning hukmi qanday bo'ladi? Bajarsa nima bo'ladi-ku, bajarmasa nima bo'ladi? Sunnat e'tikofning hukmi, buni aslida sunnat deyilgani bilan sunnati muakkada hisoblanadi. Buni agarki bugun butun ummat
agar tark qiladigan bo'lsa, butun ummat gunohkor bo'ladi. Sunnati muakkada. Sunnati muakkada. Agarki bir mahallada bir kishi shu e'tikofni bajarmasa, butun mahalla shunga sunnati muakkadani tark qilganligi uchun gunohkor bo'ladi. Shuning uchun eng kamida mahalladan bir kishi e'tikof o'tirishligi shart bo'ladi, sunnati muakkadani bajarishligi uchun. Xo'p, e'tikofni ahamiyati. E'tikofni nima ahamiyati bor insonga? E'tikof Ramazon oyida balki umuman o'zi insonni shunaqangi bir yordam beradiki, insonni bu dunyo tashvishlaridan uzoqlashib, faqatgina Alloh taoloni zikri bilan zikriga o'zini bag'ishlashlikka aytadi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'p tavsiya qilganlar. Bu inshaalloh zikr qilib o'tamiz hozir. Islom tarixida sahobalar ham hatto muntazam ravishda e'tikof bilan o'tirganlar. Faqat bular Ramazon oyida emas, balkim Alloh taologa bog'lanishlikni eng ya'ni yo'llaridan biri, ya'ni Alloh taologa bog'lanishlikning yo'llaridan biri shuki, e'tikof o'tirishlik. E'tikof aytganimizdek, bir joyda qaror qilib Alloh taoloni zikr bilan mashg'ul bo'lib o'tirishlikka aytiladi. Xo'p, e'tikof o'tirishlikni hukmlari, ta'riflari, istilohatda, terminologiyada qanday ma'noni anglatishligini aytib berdilar ustozimiz. Endi e'tikofda e'tikofni joriy bo'lishligi, e'tikofga bo'lgan qiziqtirish, unga bo'lgan targ'ib qanday bo'lgan va hozirgi kunda qanday joriy qilsa bo'ladi buni? Uning ahamiyati, e'tikofning ahamiyati, shartlari va qoidalari haqida aytib bersangiz. Xo'p, e'tikofni shartlariga keladigan bo'lsak, e'tikof qiluvchi muayyan shartlarga rioya qilishligi lozim bo'ladi. Ulardan biri, e'tikof qiluvchi avvalo niyat qilishligi kerak. Ya'ni men niyat qildim shu e'tikof o'tirishlikni deb niyat qilishlik kerak va masjidda qolishligi shart. Masjid deganda muazzini bo'lsin, imomi bo'lsin. Garchi unda 5 mahal imom turmasa-da, lekin muayyan imomi bo'lsin, muayyan muazzini bo'lsin. E'tikof o'tiradigan masjidda. Xo'p, ibodat bilan o'sha masjidda nima qiladi? Mashg'ul bo'ladi inson. Va e'tikof qiluvchi faqat zaruriy ehtiyojlari bilangina chiqishligi mumkin. Masalan, tahorat olgani va g'usl, agarki vojib g'usl bo'ladigan bo'lsa, g'usl olgani chiqishligi mumkin masjid hududidan. Endi u uzrlikda. Shuning uchun agarki masjidda g'usl qiladigan joy bo'lmasa, masjiddan chiqishligi mumkin. Qaysi g'usl? Vojib bo'lgan g'usl. Ya'ni nopok bo'lib qoldi. Lekin sunnat bo'lgan g'usullarda chiqishligi mumkin emas. Agarki masjidning ichida bo'lsa, mayli. E'tikof vaqtida quyidagi holatlarda ya'ni e'tibor berishlik lozim bo'ladi. Birinchisi pok bo'lsin, ya'ni doimo tahoratda bo'lsin. Ikkinchisi masjidda qolishligi aytganimizdek, ya'ni e'tikof qiluvchi shu belgilangan muddat davomida masjidning hududidan chiqmasligi kerak. Keyin esa ibodat va zikr, Qur'on bilan, namoz bilan, istig'for va unga o'xshagan ibodatlar bilan mashg'ul bo'lishligi kerak. E'tikof qiluvchi g'iybatdan va shunga o'xshagan gunoh amallardan tiyilishligi lozim bo'ladi va e'tikof qiluvchi hattoki deydi, tahoratga chiqqanda boshqa bir birodari bilan so'zlashmasligi kerak. Faqatgina zaruratan so'zlashligi mumkin. Xo'p, e'tikofni
foyda va hikmatlariga keladigan bo'lsak, Hozir shu yerda bir masala qoldida, e'tikofda o'tirganlar bor hozir mana birodarlarimiz. Masalan, Makka Madina hududida haromda o'tirganlar bor. Mana shular ovqat yeyishlik uchun, iftorlik yoki saharlik uchun tashqariga chiqsa bo'ladimi? Yoki tashqaridan olib kelib ichkarida yeyishsa bo'ladimi shuni? Masalan, Turkiyada ham masjidlarda ba'zilarida e'tikofchilarga ovqatlar tarqatiladi. Belediya hokimiyat tomonidan. Lekin ba'zi masjidlarda ovqat yo'q, saharlik, iftorlik qilish kerak bo'ladi. Bu zarurat hisoblanadimi ovqat uchun chiqishi? Ha. O'zi aslida ovqat yeyishligi masjidda mumkin emas. Faqatgina mu'takiflarga mumkin. Ya'ni e'tikof o'tirguvchilarga yeb ichishligi mumkin. Masjidda yeb ichishlik aslida mumkin emas. Xo'p, zarurat jihatidan savdo sotiq qilgan agar bir imkoni bo'lmasa, bir do'sti yoki birodari olib kelib bera olmaydigan bo'lsa, chiqishligi mumkin. Lekin aytganimizdek, nima o'sha ehtiyojdan tashqari bo'lgan narsalarga chalg'amasligi lozim bo'ladi. Do'sti bilan ko'rishib olib, u bilan suhbatlashib, yo'q. To'g'ri borib o'sha narsasini sotib va aytiladiki kitoblarda yaqin o'sha masjid hududiga yaqin bo'lgan do'kondan sotib olishligi lozim bo'ladi. Endi mana shu qonun qoidalarga rioya qilmasa e'tikofi buziladi-da. Albatta. Masalan, bir yaqin joyda ovqatxona borda 2 kilometrga shirinroq ovqat yeyman deb bordi. Yokida cho'milishga, tahoratga hojati ehtiyoji bor, suv ketib qoldi farazan masjidda. Uyga chiqib kelaman dedi. Uyga chiqdi, lekin ayoli bilan, farzandlari bilan gaplashib o'tirib qo'ydi, shartlarini buzib qo'ydi. Shunda e'tikof buziladi. E'tikof buziladi. Sunnat e'tikof bo'lsa, uni qaytadan tutmaydi. Lekin savobi e'tikof buziladi. Endi shu e'tikofdan ya'ni bahramand bo'la olmaydi. Tushunarli. Xo'p. E'tikofni hikmat va foydalariga keladigan bo'lsak, e'tikofning foydalaridan biri shuki, aytganimizdek, Alloh taologa yaqinlashishlikni eng o'sha yo'llaridan biri, eng ya'ni imkoniyati tezroq bo'lgan. Bu odamni nafsini tarbiya qilishlikka va qalbini poklashlikka va ruhiy yuksalishlarga katta rol o'ynaydi. Ya'ni e'tikof qiluvchi dunyo tashvishlaridan buziladi. Faqatgina bu nima bilan mashg'ul? Alloh taolo bilan mashg'ul. Ya'ni Alloh taoloni rahmatidan va mag'firatidan umidvor xolos faqatgina. Olimlarning fikriga ko'ra aytishadiki, inson qalbni inson qalbini poklaydi. Ya'ni bu agar e'tikofda o'tiradigan bo'lsa, insonda ruhi ham poklanadi va qalbi ham poklanadi deyishadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu Ramazonda oxirgi kunlarida muhim bir ibodatlardan biri bo'lgan bu e'tikofga ko'p targ'ib qilganlar. Ya'ni Alloh taologa muhabbatni kuchaytirib va unga taqvoni mustahkam qilishlikka bir ajib, bir go'zal bir imkoniyat hisoblanadi. Endi erkaklar va ayollar uchun e'tikof masalalari qanday bo'ladi? Ayollar qanday e'tikof o'tirishlari mumkin va mana shu sunnatda vorid bo'lgan Ramazonning oxirida o'tiriladigan e'tikofni savobini qanday to'liqligicha qo'lga kiritishlari mumkin ayollar? O'zi umuman masjidga chiqib o'tirishlari mumkinmi? Masalan, Makka Madina hududida hozir imkoniyati bor ayollarga. Umra qilib borganlar, haj uchun borganlar yoki o'sha yerda yashaydiganlar nima qilishlari mumkin? E'tikof o'tirishlari mumkin-da. Qanday bo'ladi? Joizmi o'zi? Afzali qanday bo'ladi? Xo'p, e'tikof qilishlik aslida masjidda e'tikof o'tirishlik bu erkaklarga nisbatan aytilgan hadis shariflar. Lekin ayollarga keladigan bo'lsak, bizning mazhabimizda ayollar masjidda e'tikof o'tirishligi ya'ni makruh hisoblanadi. Nimaga? Chunki buni hukmi xuddiki jamoatga
qatnaydi hon jamoatda masjid jamoatida ibodat qiladigan o'sha 5 mahal namozga 5 mahal namozni ba'zi birda Turkiyada ko'rib qolamiz. Ibodat qilishlikni hukmi qanday bo'lsa ayollarga e'tikofning hukmi ham xuddi shunday. Buni illati o'sha fitna kelib chiqishligini oldi Ha, olinadi. albatta. Hanafiy Ya'ni mazhabiga ko'ra. Bizning mazhabda joyda, lekin Imom Shofiyda ayollar ham erkaklarni singari masjidda ibodat qilishliklari mumkin, e'tikof o'tirishliklari mumkin. Lekin bizning mazhabda mumkin emas. Nima uchun? Ayollar aslida satrga buyurilgan. Bir kuni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan onalarimizdan birlari so'raydilar e'tikof o'tirishlikni. Shunda aytadilarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, sen targ'ib qilyapsan, ya'ni rag'bat qilyapsan e'tikof o'tirgani masjidda. Lekin seni uyingda, ya'ni uyingni ichida ibodat qilishliging sen uchun afzal deganlar. Ayol kishi hatto hadisi sharifning davomida keladiki, sen uyingni ichida ibodat qilishliging tashqarisida ibodat qilishligingdan afzal. Tashqarisida o'sha ayvon deymiz, o'sha ayvonda, o'sha tashqarisida ibodat qilishliging afzaldir, mahalla masjidida ibodat qilishligingdan. Ha, birinchi aytilgani ikkalasi ham uyni o'zini hududida, lekin xonasida qilgan ibodati Ha. hovlisida qilgan ibodatidan ustun bo'ladi. Albatta. Ha. Bu hadis bilan nima targ'ib qilinyapti? Ayollarni satrni ya'ni umuman uyni ichida bo'lishlikka targ'ib qilinyapti. Ya'ni misol uchun ayvon deymiz yoki zal shu ibodat qilishlik mumkin, lekin uyini ichida o'zini alohida uyini ichida qilishligi afzal deyilyapti bu hadis sharif. Va aytyaptilarki, o'sha hadis davomida mahalla masjidida ibodat qilishliging afzaldir, katta masjidlarda ibodat qilishligingdan. Demak, ayol kishi bu hadis sharifda aytilyaptiki, satrga targ'ib qilinyapti. Shuni nisbatidan ba'zi bir Hanafiy ulamolardan Kamol ibn Humom rahimahulloh aytadilarki, ayol kishi agar masjidda e'tikof qilsa, e'tikofi joiz bo'ladi, lekin makruh bo'ladi deganlar. Xo'p, bir ayol o'tirdi e'tikofda masjidda. Mumkin e'tikof, lekin makruh bo'ladi. Ya'ni savobi kam bo'ladi. Eng afzal ayollar uchun e'tikof bu uyini ichida e'tikof qilib, o'sha ibodat makoni deydi, ayollarni o'zini ibodat joyi bo'lishi kerak. Qanaqa? O'zi xoslagan o'sha aytganimizdek qorong'iroq, o'sha hadis sharifida keladi, qorong'iroq, hech kim ko'rmaydigan va o'sha ichkari xonasida bo'lishligi afzal ekan. Savobi eng yuqori bo'ladigan ibodatlardan bo'lar ekan. Endi mana shu bir o'zini xonasi bo'lsa, shuni bir burchagini namozgoh qilsa, mana shu namozgoh u ayol uchun masjid o'rnini bajaradi. Masjid o'rnini bajaradi, to'g'ri. Demak, hozir Makkada yo Madinada yurgan ayollar e'tikof o'tiramiz deysa, Hanafiy mazhabiga ko'ra ham mumkin, imkoniyat bor. Endi u yerda hozir boshqa imkon ham bo'lmay qolishi mumkin-da. Ba'zi holatlarda Makka, Madinada masjidda o'tirishlik mehmonxonaga borib kelishlikdan ko'ra mashaqqati kamroqda, fitnasi ham ozroq. Bundan kelib chiqiladigan bo'lsa, demak, shu yerda o'tirsa ham bo'ladi. E'tikof niyatida. Lekin afzal aytganimizdek uyda o'tirishlik, hatto Masjidil Harom bo'lsa ham ba'zi ulamolar o'sha ayollarni uyga tashlab kelishadi. Biz eshitamiz, ba'zi ulamolar shunday qilishadi. Nima uchun? Afzalligini olishlik maqsad. Lekin o'tirsa ham mumkin. Mana kitoblarda kelyapti. Zikr qilib o'tganimizdek. Endi farazan uyda ayol kishi o'zi e'tikofni niyat qildi. Erkak kishi yelkasida mas'uliyati, o'zini majburiyatlari borligi uchun e'tikofni niyat qilmadi, ishiga borib kelib yuribdi. Ana endi haligi ayolni e'tikofini buzib qo'ymaslik uchun nima qilish kerak bo'ladi erkak kishi? Masalan, ba'zi bir erkak ayollik o'rtasidagi munosabatlardan ham tiyilishlik kerak, albatta. E'tikof degan inson, xosatan jinsiy aloqa
Ha. Shuni chegarasi qanday bo'ladi? Chunki agar erkak e'tikof o'tirsa, tabiiyki masjidda bo'ladi, bir-birini ko'rmaydi. Lekin ayol uyda mana shu sunnat e'tikofni niyat qiladigan bo'lsa-da, Hmm. lekin turmush o'rtog'i bor, farzandlari bor, ovqatini pishirishi kerak bo'ladi. Masalan, uy ishlarini bajarishligi kerak bo'ladi. Hmm. Bundan ham e'tikof soqit bo'ladi-da, to'g'rimi? Agar o'sha o'zini xonasini e'tikofgoh, ya'ni masjidgoh qilib tayin qilib niyat qiladigan bo'lsa. Xo'p. Aslida bu e'tikof aytganimizdek sunnat amal hisoblanadi. Lekin erga itoat qilishlik bu vojib amal hisoblanadi. Xizmat qilish. Xizmatini, ya'ni xizmatini qilish shariatda buyurilmaydi, lekin erda rozi qilishlik buyuriladi. Lekin erda rozi qilishlikning ichiga xizmat ham kiradi, tarbiya ham kiradi, tozalash ham kiradi. Gap, ya'ni ba'zi bir ayollar bor, hozir menga shart emas deydi. Tamom, shart. Sen eringni xizmatini qilishing shart emas, lekin uni rozi qilishlik shart senga. Jannatni qo'lga kiritmoqchi bo'lsang. Xo'p, ana shulardan biri e'tikof ham bu sunnat amallardan deb zikr qildik, sunnatda muakkada. Lekin erga itoat qilishlik vojib. Shuning uchun erdan avvalo ruxsat olishligi kerak. Men e'tikof o'tirmoqchiman, ruxsat berasiz. Ana endi erdan ruxsat olgandan keyin erga bir qator tushuntirib qo'yishligi kerak. E'tikofga kirishdan oldin. Shunaqa men e'tikofga kiryapman, men faqat ibodat bilan mashg'ul bo'laman. Qur'on tilovat va namoz o'qiyman, zikr qilaman. Er bilan ittifoq bo'lgandan keyin albatta unga amal qilishiga shart. Chunki ayol bilan yaqinlik qilishlikka yaqinlashtiradigan amallardan ham saqlanishligi kerak. Hozir mana shartlarni zikr qilib o'tamiz. Ana shulardan 7-sharti nima? Ayollarga o'sha jinsiy o'sha yaqinlik qilishlikka targ'ib qiladigan narsalardan ham saqlanishligi shart bo'ladi. Demak, ro'zadan biroz farqi bor ekanda. Ro'zada ba'zi bir amallarga ruxsat beriladi-ku, er-xotin o'rtasidagi munosabatda. To'g'ri. Lekin e'tikofda mana shulardan ham ehtiyot bo'lish kerak bo'lar ekanda. Albatta. Juda ham e'tibor berishlik kerak bo'ladi. Albatta, ro'zada ham e'tibor berishlik kerak. Lekin e'tikofda ham xuddi o'sha ro'zadorni hukmiga aytilganidek bunda ham shart qilinadi. O'sha narsaga, ya'ni yaqinlikka olib bormaydigan narsalardan e'tibor berishlik kerak. O'zi bizda mana shu tushunchalarda ozgina xatolik bor-da, faqatgina o'sha tashqi ko'rinishda bajariladigan ibodat ko'rinishidagi chiroyli amallarni savobli deb tushunib qolganmiz. Hadis sharifda aytilgandek, biror bir birodarini xizmati bilan, hojati bilan ko'chaga chiqsa, musulmon inson men masjidimda falon muddat e'tikof o'tirgandan afzal bo'ladi deganlarda payg'ambar alayhisalom. Ayollarga ham itloq qilinsa bu masala o'zini turmush o'rtog'i, farzandlari, ota-onasini xizmatida bo'lishi mumkinki, e'tikofdan afzal amal bo'lishi mumkin. To'g'ri. O'zi aslida hozir hadis shariflarda keladi. Ana bir odam bir masjidga kirdi. Alloh taoloning rizoligi uchun erkak kishi bir masjidga kirdi. Endi o'sha kishiga nima yaxshi savob amallar bo'ladigan bo'lsa, ana shuni ajri yoziladi. Misol uchun e'tikofda o'tiribdi, lekin birodarni ko'rgani bora olmayapti, kasal. Subhanalloh. Ana shuni savobi yozilar e'tikof o'tirguvchiga. Yo'inki insonlarga yordam berishlik. Qaniydi men e'tikofda bo'lmaganimda falonchiga yordam bergan bo'lar edim. Ana shuni savobini oladi. Ya'ni Ramazondan, ya'ni o'sha e'tikofdan tashqari bo'lgan nima savobli amal bo'ladigan bo'lsa, ana shuni ajri e'tikof o'tirguvchiga yozilar ekan. Albatta bu ayollarga ham tegishli. Uyda o'sha e'tikofda o'tirsa, nima savob amallar bo'ladigan bo'lsa, ana shuni savobi yoziladi. Subhanalloh. Xo'p, endi aytganimizdek e'tikof o'tirguvchini bir necha shartlari bor, o'shalarni
zikr qilib o'tamiz. E'tikofni to'g'ri bo'lishligi uchun bir necha shartlar bor ekan. Ulardan biri musulmon bo'lsin. Ya'ni e'tikof albatta kimga? Musulmon odamga. G'oyri musulmonlarga. Demak, ba'zi bir dinlarda yoki falsafalarda yego deydi hozirgi kunda. Bizni O'zbekistonda ham ko'p tarqalyapti-da. Psixologiya fani deyishadi. Bu bilan shug'ullanishadi va uzoq muddatlarga xilvat o'laroq chiqib ketishadi. Odamlar yo'q joylarda yashashadi. Ular agarchi masalan o'sha g'ayri dinlar bo'ladigan bo'lsa, boshqa davlatlarda savobini olisha olmaydi. Albatta, musulmon bo'lmadi-ku. Musulmon bo'lmagandan keyin unga ahkomlarni savobi ham va hech qanaqangi bir nima yozilmaydi. Chunki ularda ahkom savob amallari ochilmagan. U musulmon emas. Avvalo iymon keltirish kerak, undan keyin bu amallarni hozirgi paytda musulmonlarga mana shunday ibodatlardan uzoqlashib ketganligimiz uchun ba'zi bir musulmonlarda ko'ramiz, o'sha yego, shunga o'xshagan narsalarga borib o'zlarini tarbiya qilmoqchi bo'ladi. Lekin aslida bu narsalarni dinimiz o'rgatib ketgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam targ'ib qilib ketganlar. O'zlarining amallari bilan ham ko'rsatib ketganlar. Shuni aytganimizdek, avvalo musulmon bo'lsin. Ikkinchisi esa aql idrokli bo'lsin. Bu nima degani? Balog'atga yetmagan bo'lsa ham, agarki u aqli yetuk bo'ladigan bo'lsa va tushunadigan bo'lsa, u ham o'tirishligi mumkin. Uchinchisi, e'tikofga niyat qilsin. Mana e'tikofga niyat qilyapman degan niyat bo'lishligi shart. Bu xuddi boshqa amallarda niyat qalb bilan bo'lganidek, qalb bilan niyat qiladi, til bilan aytsa. Albatta, niyat o'zi qalbda bo'ladi avvalo. Lekin lafz bilan aytishlik mustahab hisoblanadi. Lekin aslida qalbning o'rni deydilar, qalb niyatning o'rni qalbda bo'ladi deyishadi. Xususan Ibn Abidin rahmatullohi alayh buni ko'p tahqiq qilganlarda va uni qalbda bo'lishligini zikr qilib o'tganlar. Xo'p, to'rtinchisi, erkaklar uchun masjidda o'tirishlik. Uyda o'tirsa bo'ladimi? Erkak kishi mumkin emas. U e'tikof emas. Erkak kishi agarki uyda o'tiradigan bo'lsa, mumkin emas. Bu ijmoan to'rala mazhab bo'yicha uyda e'tikof o'tirishligi erkaklarga mumkin emas. To'g'ri, Molikiy mazhabidan ba'zi bir ulamolar aytgan, lekin e'tibori yo'q deyishadi ulamolar. Beshinchisi, g'usl vojib holatida pok bo'lishlik. Ya'ni u nopok holatda nimaga? E'tikofga kirmaslik. Xuddiki Ramazonda g'usl qilishdan oldin taomlari saharlik qilib olaveradi, keyin g'usl qilaveradi-ku. Lekin bunda ham bo'ladi e'tikof, mu'takifga ham bo'ladi, lekin savobi juda ham oz bo'ladi deyshadi. Ya'ni gunohkor bo'ladi bu kishi. Demak, kirayotgan vaqtida pok bo'lish kerak. Albatta. Endi kirgandan keyin kunlar davomida agar g'usl vojib bo'lib qoladigan bo'lsa, unda o'sha o'zini yaqinidagi g'usl qilib olishga imkoniyat bo'ladigan o'zini yaqinidagi joyga borib g'usl qilib olishligi mumkin. Masalan, uy yaqin bo'lsa, uyi yoki Turkiyada ko'rib turasiz, ba'zi bir o'sha g'usl qilib olishga sharoit bo'ladigan nimalar bor? Hammomlar bor. Mana shu joylarga kirib va aytganimizdek, o'sha ehtiyojidan tashqari bo'lgan narsalarga chalg'imaslik kerak. Agar chalg'iydigan bo'lsa, e'tikofi durust bo'lmaydi. Ayollar uchun uzunlikdan pok bo'lishi kerak. Ayollar uzunlikdan pok bo'lishiga shart. Demak, 5 kundan keyin yoki 6 kundan keyin shu uzrli holat kelayotgan bo'lsa, kirmagan afzal bo'lar ekan. Albatta, chunki to'liq 10 kun o'tirilmasa, sunnat bo'lgan e'tikof soqit bo'lmaydi-ku insonda. Albatta, lekin
ayollar agarki oxirgi 3 kunlikdami, oxirgi 1 kunlikdami, shunga bo'lsa ham ulgib bo'lsa bo'laveradi. Nafl o'laroq Nafl qabul o'laroq bo'laveradi. Lekin aslan sunnat bizga qilib o'tganimizdek 10 kun. Nafl uchun shu yerda endi orada esga tushganda aytaman, nafl uchun soqit bo'lishligi uchun, nafl e'tikof o'rnida qabul bo'linishligi uchun qancha muddat kerak bo'ladi Hanafiy mazhabiga ko'ra? Hanafiy mazhabida nafl e'tikofda aytishadiki, bunda ixtilof bor. Imom Muhammad nazarida qaysi vaqt bo'lsa ham bo'laveradi. Misol uchun bir masjidga kiryapsiz namoz o'qishlikka. Men e'tikofni niyat qildim dedingiz. Ana a'taki nawaytu an a'takifa ma dumtu fi hada al-masjid dedingiz misol uchun. Men e'tikofni niyat qildim modomiki shu masjidda bo'lgan miqdorcha. Qancha 5 minutmi, 10 minutmi, yarim soatmi? Fiqh kitoblarida zikr qilinadiki, vaqtdan deydi. O'sha vaqt qaysi vaqt bo'lsa ham ketaveradi. Bu Imom Muhammadlar so'zlari, qovullariga ko'ra qaysi vaqt bo'lsa ham shogirdlari. Abu Hanifa rahmatullohning shogirdlarida eng katta shogirdlaridan biri Imom Muhammad zikr qiladilar, shunday deb. Endi ikkita imomi Abu Hanifa, Imom Abu Yusuf rahmatullohi rahimahumullohning nazarida esa kami 1 kun bo'lishi kerak deyishadi. Bir kechayi kunduz, bir kechayi bir kunduz bo'lishi kerak deyishadi. Xo'p, ro'za 7-chi, ya'ni o'sha e'tikofning shartlarida u ro'zador bo'lishi kerak. Ro'za tutgan bo'lishi kerak. Vojib, ya'ni sunnat muakkada yoki nazar aytganimizdek, shu vojib e'tikofni niyat qilgan odam ro'za tutishligi shart bo'ladi. Nafl e'tikof uchun ro'za shart emas aytganimizdek. U qaysi vaqtda bo'lsa ham e'tikof o'tirishligi mumkin. U uchun masjid ham shart qilinmaydi. Yo'q, masjid shart qilinadi. Nafl bo'lgan e'tikof uchun masjid bo'ladi. Agar sunnat e'tikof davomida kimdir biror kun ro'za tuta olmasa aytganimizdek, e'tikof ham buziladi. Bir sabab bilan tuta olmadi. Yoki bir kasal bo'lib qoldi, shunga o'xshagan kunimizda voqea bo'ladi, bir sabab bilan ro'za tuta olmadi. Endi o'sha kunda qazosini tutayotganda e'tikof ham o'tiradi. Mana shu shartlar bilan birga. Mana shu hozir kunimizda musolla deydi arablar. Namozgohlar, masjid emas, juma o'qilmaydi, xutba qilinmaydi, lekin namoz ham. Ba'zi namozgoh, masalan, ba'zi islomiy bilim yurtlarida bor, mana ülkede bilamiz, universitetlarda ham bor, madrasalarda bor. Yoki o'zimizda ham masalan Hasd Imomda Islom institutida ichida masjidi bor. Mumkin u yerda masalan juma o'qilmasligi mumkin shunday namozgohlarda. Mana shunday yerlarda e'tikof o'tirsa bo'ladimi? Bo'ladi, aytganimizdek, o'sha muazzini ana bo'lsin, imomi ana bo'lsin. Masjid, madrasa, bilim yurtlariniki qanday bo'ladi masalan? Ularda ham ana bo'ladi. Ko'p joyda, misol uchun borsangiz, ko'p bilim yurtlarida o'zi juma o'qiladi. Ko'p bilim yurtlarda juma o'qiladi. Chunki tadribot, ya'ni o'sha xutba qilishlikda talabalar nima qilishadi? Mashq qilishadi va har juma bitta talaba chiqib shu xutbani xutba qilib beradi, namoz o'qib beradi. Bu yerlarda qilishligi mumkin. Aytganingizdek, o'sha mahatda, madrasada va bu yerda ham biz bilim yurtlarida ham masjid bor va uni juma o'qiladi u yerda. U yerda imomi bor asli. Agar o'qilmasa masalan Sulton Muhammad Fotih masjidida, universitetida namozxonasi bor tepasida, bu eski binoyimizda. Hozir yangi binoda oldida masjid bor, to'g'ri, lekin eski binoda tepada namozxonasi bor edi. U yerlarda bo'lmaydi. Chunki nafl ham bo'lmaydi u yerda. Nafl ham, chunki nafl bilan nimani hukmi bir xil, sunnat. Xo'p, yana bir narsaga e'tibor berishligimiz kerak.
agar kimningdir tanasidan yoqimsiz hid chiqadigan bo'lsa, e'tikof o'tirganda bilasiz, issiq kunlarda tanasidan yomon Terlaydi. hidlar chiqishligi mumkin va yuqumli ya'ni kasalliklar bo'lib qolishi mumkin unda. Bunday kishi e'tikofda o'tirmasligi lozim bo'ladi. Boshqalarga ozor berishi Ha. mumkin. Ammo agar chunki mumkin qanaqa misol uchun terlaydi u odam, undan hid chiqadi, o'tirishligi mumkin qachoniki atir bilan xushbo'ylansa u ketadigan bo'lsa. Chunki boshqalarga ozor berishlik va masjidni yomon hidlar bilan yomon boshqalarga ozor berib qo'yishlik xavfi bo'lganligi uchun u o'tirmasligi kerak bo'ladi. Xo'p, endi e'tikofni nimalar buzadi? E'tikofni buzadigan eng asosiy narsalardan biri bu uzursiz masjiddan chiqishlik. Uzursiz masjiddan chiqib qo'ydi. Bir oshnasi keldi, bir o'rtog'i keldi, chiqib qo'ydi. Shunga o'xshagan misol uchun nafsi xohladi bir narsa yeyishlikni, chiqdi. Ehtiyoji, zaruratsiz bo'lgan narsa. Chiqib o'sha narsani olib keldi. Unda ham e'tikof buziladi. Mana shu masjidni nimasini, hududini qanday belgilanadi? Masalan, Masjidul Harom, Masjidul Nabaviy bilamiz, panjara hovlining tashqarisidan o'ralgan yoki boshqa masjidlarda ham o'zini hovlisi bo'ladi-da, hovlidan tashqariga bitta panjara yoki qishloq joylar bo'lsa bir arqon tortib qo'yishadi-da. Buni ichi ham o'zi aslida masjidning hududi bo'ladi-ku, lekin namoz o'qilmaydi bu yerda. Biz O'zbekistonda mahallamizda bir masjid bor edi, oldida bog' bor edi. Bog' ham o'zi aslida masjidga tegishli, vaqf qilinganda. Mana shu hududlarga chiqsa bo'ladimi e'tikofda o'tirgan inson? Agar u masjidning hududi bo'ladigan bo'lsa, chiqishligi mumkin. Lekin u masjidning hududidan bo'lmaydigan bo'lsa, chiqishligi mumkin emas. Aytganimdek, ali qog'ozda masalan masjid hududi deb yozilgan, lekin u yerda namoz o'qilmaydi. Lekin e'tikofni asli joyi o'sha namoz o'qiydigan joy. Namozgoh. Namozgoh. Xonaqoh deymiz. Xonaqoh. Mana shu yer hisoblanadi. Endi bundan tashqari yerlar o'sha zarurat uchun chiqiladigan joy bo'lar ekanda. Masalan, Masjidul Nabaviyda e'tikof o'tirgan inson hovlisiga chiqib olib hayol surib bo'lmas ekanda. Zarurat bo'lsa hojatxonaga chiqadi, zarurat bo'lsa ovqat uchun chiqishi mumkin hovlisiga, lekin asosiy xonaqoni ichkarida o'tirish kerak bo'ladi. Xonaqoni ichi hisoblanadi. E'tikof muddati davomida masjiddan tashqariga chiqmasligi aytganimizdek, masalan chiqishligi mumkin aytganimizdek tahoratxonaga va farz bo'lgan o'sha g'usl vojib bo'lsa g'usl qilishligiga chiqishligi mumkin masjiddan tashqarisiga. Shuningdek yana ya'ni hojati uchun aytganimizdek yeydigan narsasi birov olib beradigan odam yo'q. O'sha yaqinidagi do'konga chiqishligi mumkin. Agar masjid tutash masjidga yaqin tahoratxona bo'lsa-da, lekin o'sha yerda tahoratga chiqishlik mobaynida g'usl qilib olishlik imkoniyati bo'lsa, misol uchun Madina Munavvarada bor. Shunga o'xshagan joylarda g'usl qilib olishlik ham imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, o'sha tahoratxonada o'sha yerda g'usl qilib olishligi mumkin. G'usl vojib emas, lekin o'zini nima o'sha xushbo'ylantirish, ya'ni o'zini ya'ni badanini yuvib olishlik uchun g'usl qilib olishligi mumkin. Aytganimizdek o'sha tahorat qiladigan joyda. O'shanda ham keraksiz narsaga chalg'imasligi kerak. Xo'p, tahoratga chiqqanda yoyinki ibodat qilayotganda boshqa bir birodari bilan har xil suhbatlar bilan chalg'imaslik kerak. Diniy mavzuda bo'lsa bo'ladi. Lekin boshqa bir mavzularda molo ya'ni deydi, foydasi bo'lmagan narsalar bilan suhbatlashligi ham bu e'tikofni buzilishligiga olib keladi. Mana shu Istanbulda Fatihda
Men birinchi yil kelganimda e'tikofda o'tirgandim Shahzoda jomesida. Bu yerda misrliklar e'tikof o'tirar ekan odatda. Shu yerda ertalab kechqurun zikrlar bo'ladi jamoaviy. Masalan, tonggi zikrlarni jamoaviy o'qishadi. Xalq o'tirishadi masjidning ichida. Bomdod namozidan keyin yoki shom namozidan oldin. Shunday jamoaviy zikrlar yoki dars halqalari qilinadigan bo'lsa, e'tikofga xalal bermaydimi bu? Halal bermaydi. Chunki ilm o'qishlik ham aslida zikr. Ilm o'qishlik ham aslida zikr. Zikrni o'rniga o'tadi. Lekin aytganimizdek, e'tikofning mohiyati nima? Alloh taolo bilan bog'lanishlik. Uni ham qilsin, lekin asosiy o'zi Alloh taolo bilan yolg'iz qolishligi bu muhimroq. Ya'ni muhimroq degani qanday? Ya'ni ko'proq istifoda oladi. Albatta ilm o'qisin uni ichida talabalik qilsa bo'ladi, lekin aytganimizdek Alloh taolo bilan yolg'iz qoladigan muddati ham bo'lsin ichida. Xo'p, bu masjidda misol uchun juma o'qilmasa jumaga chiqsa bo'ladimi desa bo'ladi. Yaqinidagi masjidga juma namozini o'qigani boshqa masjidga borsa bo'ladi. Xo'p, aytganimizdek bir odam g'usl qilmoqchi. U g'uslxona agar masjidning ichida bo'ladigan bo'lsa, nafl g'usl qilsa ham bo'laveradi. Ba'zi bir masjidlarda, ba'zi bir diyorlarda shunday qilib qo'ydi. Chunki u joylar issiq. G'usl qilmasa bo'lmaydi, hidlanib ketadi. Odam o'zi g'usl qilganda, poklanganda inson ibodatga ham ko'proq shavqi oshadi, kayfiyati yaxshilanadi, kerak bo'lsa uyqusi o'chadi. Bu jihatdan qarasa, nafl o'laroq g'usl qilsa ham bo'ladi, vojib bo'lmasa ham. O'sha masjidda imomlari o'zi umuman masjidni qurishganda o'shini ham hisobini olishar ekan, o'sha diyorlar. Ana shu diyorlarda. Misol uchun issiq diyorlardan Hindiston va Pokiston va shunga o'xshagan joylar bor. Alohida o'sha g'usl joylari bo'ladi, g'usl qiladigan o'rinlar bo'lar ekan. Masjid ichida, ya'ni masjidni ichki hududida bo'lsa, nafl g'usl qilsa ham bo'laveradi ekan. Ya'ni e'tikofga ziyon bermaydi, buzishlikka olib kelmaydi. Ya'ni e'tikofni yana buzadigan narsalardan biri e'tikofni uzursiz holatda zikr qilib o'tdik. Ikkinchisi aytganimizdek jimo, ya'ni er-xotinlik munosabatlariga olib boradigan holatlardan saqlanishligi kerak. Uchinchisi aqldan ozish. Bir odam aqldan ozib qoldi, u endi e'tikofdan chiqdi. Agar bu holat 2 kundan oshsa, e'tikofdan chiqqan bo'ladi. Birinchi kuni e'tikofga kirdi, aqlini yo'qotdi. 2 kundan keyin o'ziga kelsa, 3-chisidan davom ettira olmaydi. E'tikofi buzilgan bo'ladi. Boshqa holatda. Endi e'tikof davomida qilishligi joiz bo'ladigan amallar. Nimalarni qilsa joiz, nimalarni qilsa joiz. Ya'ni nimalarni qilsangiz joiz. Ya'ni qaysi amallarni qilsangiz gunohkor bo'lmaysiz, masalan. E'tikofga zarar bermaydi. Ulardan biri kiyim almashtirish, zarurat, uflash. Misol uchun nikohni o'qisa ham bo'lar ekan. E'tikof vaqtida. Boshqasini nikohni o'qisa ham bo'laveradi. E'tikofga zarar yetmasa ekan. Uylanmaganlar e'tikofda nikoh o'qitsa 2 ta savobga ega bo'lishadi. 2 ibodatni bir yerda jamlashadi. Albatta. Lekin aytganimizdek, nima? Er-xotinlikka olib boradigan amallardan saqlanishligi kerak. Atir yoki xushbo'y hidlardan foydalanish mumkin. E'tikof qilayotgan kishi o'zi joyi atrofida, ya'ni parda qilib olish. Men Madinada ko'rganimdek, parda qilib olishar ekan hammasi. To'solishar ekan. Nima uchun? Bu ham bitta xushu. Ya'ni Alloh taolo bilan birga bo'ladigan
amalda yanada ziyoda qilar ekan. Hayollar chalg'imaydi. Masjid ichida o'z joyini o'zgartirishi mumkin. Bu joydan u joyga ko'chirishi mumkin. Endi bu idish tovoq va boshqa zaruriy buyumlarni yuvishligi mumkin. O'zi bilan olib kirishligi ham mumkin bo'ladi Ha. shunda. Ko'rpa to'shagi bo'lsa. Albatta. Yostiq va zaruriy joylar uni tuzatishligi va yog' yoyinki namlovchi vositalarni surish. Ba'zi bir odam yog' surtmasa bo'lmaydi, qurib ketadi badanlar. Yog'ini olib kelib bemalol surtishligi mumkin. Misol uchun ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, bolasini farzand ko'rgan bo'lsa, bolasini ovqatlantirishligi mumkin. Soch tarash mumkin. Agarki bir shart bilan masjidni nima qilmaslik, ifloslantirmaslik sharti bilan. Bundan kelib chiqadi o'sha soch oldirish, soqol oldirish ham joiz bo'ladi. Ha, Agar- ya'ni zarurat jihat, misol uchun sochim nima bo'lib qoldi? Mumkin. Xo'p, masjid ichida bemorni ko'zdan kechir. Ha, bir odam doktor e'tikofda o'tiribdi. Zaruratan bir bemorni ko'rish kerak. E'tikofxonaga olib kirib turib, o'sha bemorni ko'rishligi mumkin, retsept yozishligi mumkin. Lekin ehtiyojidan tashqari bo'lgan gaplarni gapirmaydi va ehtiyojdan tashqari bo'lgan amallarga yaqinlashmaydi. Xo'p, masjid ichida bemorni ko'zdan kechirishlik mumkin. Aytdik buni kunlik ehtiyojida kerak bo'ladigan savdo sotiq o'ziga yaqin bo'lgan do'kondan olishligi mumkin. Masjidda sovun ishlatishligi, ovqat idishlari, qo'lni yuvishliklari uchun sovunni ishlatish mumkin. Endi ayollarni e'tikofi uyda aytganimizdek, eng afzal ayollar uchun bu uy hisoblanadi. Xo'p, aytadigan bo'lsak, erkaklar yana bir yuqoridagi masalaga biroz qaytamiz. Yanada kengroq tushunishlikka harakat qilamiz. O'sha erkaklar va ayollarning o'rtasidagi farqi. Erkaklarning e'tikofi erkaklar uchun masjidda o'tirishlik shart aytganimizdek, uyda e'tikof o'tirishligi mumkin emas. Yuqorida buni zikr qilib o'tdik. Lekin aytganimizdek, Imomi Molik mazhabida Muhammad ibn Umar Lubo hazratlari, ya'ni bu zot bu olim zot erkak qayerda e'tikof o'tirsa ham mumkin degan ekanlar. E'tikof o'tirishligi mumkin, lekin bu biror bir nima e'tiborga olinmagan. Mana shu sunnat yoki vojib bo'lgan nazar e'tikofga ham Ha, bu joiz kishini degan. faqatgina shu kishini zikr qilinadi kitoblarda. Faqat shu bir zot aytganlar xolos. Imomi Maliki mazhabida. Lekin bu e'tiborga olinmagan, chunki jumhur ulamolar erkaklar masjidda o'tirishligi shart. Ayollarning e'tikofiga keladigan bo'lsak, yuqorida zikr qilib o'tdik, lekin yana batafsil. Imomi Molik va Imomi Shofiy rahmatullohi alayhi nazarlarida ayollarning e'tikoflari erkaklarning e'tikoflari bilan bir xil. Ha. Shartlari masalan. Ha, ya'ni erkaklar masjidga chiqishligi kerakmidi? Ayollar ham chiqib e'tikof o'tirishligi kerak. Faqatgina masjidda qabul qilinadi aytganimizdek. Ayollar ham erkaklar ham Imomi Shofiy va Imom Molik hisoblanadi. Endi bu boshqa mazhablardan aytilayotgan fatvolar ilm o'laroq, amal uchun emas, chunki Ya'ni bizning bu- diyorlarimizda Albatta, hozir Hanafiy mazhabini aytib o'tamiz. Mana Hanafiy mazhab ulamolarida esa ayollar uchun uylarining maxsus ibodat joyida e'tikof qilishlik joiz bo'ladi. Undan ya'ni aytganimizdek uyning eng ichida bo'lishligi afzal.
uy masjidga kirib olib faqatgina o'sha ayollar ibodat bilan mashg'ul bo'lishligi kerak. Boshqa narsalar bilan mashg'ul bo'lmaslik kerak. Agar ayol sharoit talabiga rioya qilgan holda masjid e'tikof qiladigan bo'lsa, aytganimizdek joiz, lekin makruh. Ya'ni savobi kam holatda bo'ladi. Mana shu orada javob berib ketsangizda, e'tikofda o'tirgan insonni eng bajarishi mumkin bo'lgan eng fazilatli amal. Hali tarkiz deydi-ku, biz tilda fokus deydi. Bir tarafga qaratadi baribir-da inson. Mana shu amal qaysi amal hisoblanadi? Yaxshi narsani esga soldingiz. Bir kitobda keladiki, bu kitobda barcha amallarni At-Tashyi'ul Islomiy degan Imom Marg'iloniyning ustozlarining kitoblari bor. Shunda barcha ishlarni hikmatlarini aytadilar. Namozni nima hikmati bor? Ya'ni siz aytgandek o'sha nimaga ko'p e'tibor qaratish kerak? Uni ya'ni maqsadi nima edi u ibodatda? Bu e'tikofda ham o'sha e'tibor beradigan joyi shuki, inson hamma narsadan uzilib, yo Robbiy, seni huzuringga rahmatingdan umidvor bo'lib keldim deb, ya'ni uni rahmatidan umidvorligini his qilib, unga ya'ni ibodat qilishligi afzal. E'tikofdagi eng afzal shu. Qaysi ibodat bo'lishidan qat'iy nazar, Alloh taologa yuzdan olsa, faqirligini izhor qila olsa, o'sha yaxshi ibodat bo'laveradi. Juda to'g'ri. Shuni zikr qilibdilar. Ya'ni inson biz yuqorida zikr qilib o'tganimizdek, Alloh taologa eng yaqin bo'ladigan amallardan biri hisoblanadi e'tikof ham. Nimaga Hanafiy mazhablari dalillari shuki, e'tikofda ayollar uyda o'tirishligi dalillardan biri shuki, e'tikof shunday amalki, u masjidga xos o'zi aslida. Ayollar uchun esa uyga xos. Xuddi erkaklar masjidda qanday jamoat namozini, fazilatini topadigan bo'lsa, ayollar o'sha ichkari xonada ibodat qilishligida o'sha erkaklar qancha savob olsa, ayollar ham shunday savob olar. E'tikofda ham qanday erkaklar jamoatda, o'sha masjidda qanday savob oladigan bo'lsa, ayollar o'sha uyni ichida e'tikof o'tirishligi bilan shu savobga egador bo'lar ekan. Ya'ni yuqorida zikr qilib o'tdik bir hadis sharifni, ya'ni onalarimizdan Ummu Humayd roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan birga masjidda namoz o'qishga ishtiyoqi borligini aytdi. Shunda dedilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, sening bu ishtiyoqing va bu sana g'ayrat, shijoatlanishliging bu ibodatga yaxshi, ammo seni namozing uyingning ichki xonasida, eng ichkaridagi xonasida o'qilgan namozing tashqari xonasida namozdan afzal. Haligi zikr qilib o'tgan hadisimiz. Xonadagi namozing hovlidagi namozdan afzal. Hovlingdagi namozing mahalla masjid namozidan afzal. Mahalla namozdagi masjiddan esa mening masjidimda o'qilgan namozdan afzal degan. Shu yerda bir narsa e'tiborimni tortdi-da. Mavzudan chiqib ketish bo'ladi-yu. Bu yerda ayollardan qaytarilayotgan narsa bu ibodatda. Qarang, ibodatdan shunchalik qaytarilyapti. Uyda o'tirsin, uyini bo'lganda ham eng ichkari xonasida o'tirsin deyilyapti-da. Endi hozirgi kunda Alloh holimizni isloh qilsin, ayollarni ko'chaga intilishlari, ayollarni masalan o'sha o'zlarini satr qilmasdan tashqariga urishlariga shariat nima deydi deysizda.
Bu ibodatdan qaytarilyapti-da. Agar masalan boshqa bir amal bozor qilishdan qaytarilsa ayollar, yoki chiqib ishlashdan qaytarilsa, sal fahmga yaqinroq keladi-da, charchamasin deyilyapti. Lekin ibodatdan qaytarilyapti. Shariat endi hozirgi kunda ayollarga agar masalan shar'iy hukmlar joriy qilinadigan bo'lsa, nima degan bo'lardi? Kechagina ustoz Ali Umariy bir qissa aytib berdilar-da. Aytib beraymi? Ajoyib voqeada. Aytadilar, yoshligimda dedilar. Yoshligimda talab ilm vaqtimda juda ilmga mahkam edim dedilar. Uylanmaganman hali. Erta-yu kech ilm o'qirdim. Bir kvartirada yashardim bir o'zim dedilar. Bir do'stim keldida hayolimni buzdi. Nimaga uylanmaysan dedilar. Keyin men unga aytdimki, birinchi o'zim o'yladim dedilar. O'zi biroz faylasuf odamlar, ustoz, o'yladim, haqiqatda nimaga uylanmayman dedilar. Keyin ayol dedim, muzij bo'ladi dedim dedilar. Bizni tilda aytganda asabni buzadi, men darslarimdan chalg'itadi, kerak emas dedim desalar, agar bir ayol kelsa uyingda, sen o'zing ibodatga mukkasidan ketgan odamsan, sen bilan qo'shib zikr qiladi, uyingda tasbih bir kishi emas, ikki kishi tasbih aytadi desa dedilar, yana o'yladim o'zimga o'zim, haqiqatda ko'proq savob ko'tariladi meni uyimdan dedimda. Keyin o'ylab turib hayolimga bir fikr keldi. Demak, ayol muzij bo'lsa, asabbuzar bo'lsa, endi kuldirib aytib beryaptilar-da, o'zi ayollarga aytayotgan darslarida. Ayollarni tahqirlash ma'nosida emas-ku, kuldirish uchun aytdilar. Ayol o'zi muzij bo'lsa dedimda, keyin hayolimga bir fikr keldi. Qush olib kelsam-da, mana shu qush uyimda sayrasa, u muzij bo'lmasa, asabimni buzmasa, lekin uyimdan savob ko'tarilsa, tasbih ko'tarilsa dedimda dedilar. Keyin haligi do'stimga aytgandim, men senga bir qush olib kelaman dedida, ketdi dedilar. Ketdi, bir aylanib qafasda qush olib keldi. Uni oldimda, endi uyimda ikkita jonzotdan tasbih ko'tariladi deb boqishni boshladim dedilar. Bir hafta o'tmadi, juda bir so'filigim tutdi dedilar. Qanday qilib bu Alloh yaratgan jonzotni qafasda ushlab o'tirasan, Allohdan qo'rqmaysanmi deb ichimdagi Ali Umariy menga nima beryapti, tanbeh beryapti dedilar. Keyin avliyo bo'laman hozir dedimda, olib chiqib balkondan qo'yib yubordim haligi qushni dedilar. Keyin endi dedilar, nafsim uchun men o'zimdan ko'ra yaxshi inson yo'q menga, maqtab o'tiribdi meni dedilar. Ustiga do'stim kirib qoldi, qushni olib kelgan dedilar. Keyin hali do'stimga ham hozir ichimdan aytyapman, hozir bu qush qani deydi, men uchirib yubordim desa, "San rosa yetishibsan" deydi menga deb o'ylab o'tirdim. Keyin so'radi, "Qush qani, qafasing bo'sh" desa haligi qush olib kelgan yigit, uni uchirib yubordim, Xudoning yaratgan jonzoti qafasda olib o'tiramanmi buni desam, aytdilarki, uni qatl qilding sen debdi-da haligi. Qushni o'ldirding-ku debdi. Keyin ustoz aytibdilar, qanaqa men qushni o'ldiraman, qo'yib yubordim ozodlikka desalar, bu shunday bir qushki, bizni yashab turgan muhitda, bizni davlatda yasholmaydi bu qush. Illoki kimdir g'amxo'rlik qilish kerak bunga. Bo'ldi, buni sen qo'yib yubording, o'zing xursand bo'lib o'tiribsan, katta ish qildim deb, lekin o'ldirding qushni debdi-da. O'shanga aytdilarki, hozirgi kunda ayol huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlar, feminizm, har xil g'oyalar bor-da dedilar. Mana shular o'zi aslida ayolni Alloh taolo bizga berdi, erkaklarni ularga boshliq qildida. Nima uchun? Ayol o'zini o'zi idora qila olmaydi ko'chada. Ko'chaga chiqsa, o'zini o'zi halok qiladi dedilar-da. Farzandlar ham xuddi shunday dedilar. Farzandlarimizga erkinlik berish kerak deb tashqariga olib chiqishyapti, ota-onadan ajratishyapti-da. Go'yoki ularga tashqi ko'rinishda erkinlik berishyapti, lekin farzandlarimizni qatl qilishyapti dedilar-da. Alloh taoloning yer yuzidagi yaratgan sunnatlari, hikmatlaridan biri shu o'zi aslida. Ayollarni, farzandlarni tarbiyasini erkaklarga, chunki erkak uni tadbirini qila oladi. Lekin ayol yoki farzand o'zini o'zi boshqara olmaydi, o'zi to'g'ri qaror qabul qila olmagani uchun tashqarida, shuning uchun Alloh taolo erkakka topshirdi uni. Dillarda shu qushlar ular uylardagi ayollar, qatl qilmanglar ularni dillarda. Mana ajoyib. Ajoyib voqea. Ya'ni shu sababdan shu Ummu Humayd radhiyallohu anha shu uyda qarang, o'sha
payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni aytgan tavsiyalari bilan ana shu uydan chiqmasdan Subhanalloh. vafot etgan ekanlar. Ana shu yerdan chiqmagan ekanlar. Subhanalloh. Hatto onalarimiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin umraga ham chiqishmagan ekan, hajga ham chiqishmagan ekan. So'rashgan ekan, umraga chiqsangiz bo'lmaydimi, hajga chiqsangiz bo'lmaydimi? Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hayot bo'lganlarida biz umrani ham hajni ham qo'ygan. Uylardan chiqishmagan ekan. Ya'ni ehtiyojlari bo'lsagina, ya'ni ehtiyojdan tashqari chiqishmagan ekan. Ibodat, zikr va yaxshi amallar bilan band bo'lishgan ekan. Mana shulardan biri Ummu Humayd roziyallohu anha. Mana shu tavsiya bilan shu qonunqur, ya'ni o'zlarini ibodat makonlaridan doimiy qolib o'sha yerda namoz o'qib, e'tikofda ham o'lgunlaricha shu ibodatlar bilan mashg'ul bo'lgan ekanlar. Xo'p, demak uyda ibodat qilishlik maxsus joy bo'lishi kerak ekan ayollar uchun. Ana shu e'tikof o'rnida bo'lar ekan. Aytganimizdek, bir maxsus xona bo'lgandan keyin undan chiqmaslik kerak. E'tikofda bo'lish. Faqatgina o'sha aytganimizdek zarurat jihatdan tahoratga, shunga o'xshagan ya'ni zaruriy nimalarda chiqadi xolos. Uni bag'ada ana shu xonadan chiqmay ibodatini qilib o'sha belgilangan muddatgacha o'tirishligi shart bo'ladi. Ana shunda keyin erkaklarga qanday savob yozilsa, masjidda o'tirib ularga ham shunday savob yoziladi. Shamsul Aymma rahimahulloh, ya'ni Hanafiy ulamolardan aytadilarki, e'tikof qilganda niyat qiladi, masjidda o'tirganda chodir qilib olishligi mumkin deydilar. Atrofini o'rab. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham chodir qilishlikka buyurganlar. Keyin masjidda kirgan kunlaridan boshqa ayollar uchun ham bir necha chodirlar tikilganligini ko'radilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir masjidga kirganlarida ayollar uchun ham chodir tikilganligini ko'radilar. Shunda aytadilarki, sizlar bu bilan savob umid qilyapsizlarmi dedilar. Keyin ana shu yili e'tikof o'tirmaydilar. Ana bu ish payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mahbub bo'lmaydi. Ana shu yili 10 kun e'tikofda o'tirmaydilar. Keyin vafot etadigan yillari ana shuni qazosini 20 kun e'tikof o'tiradilar. Ana shu ayollarni masjidda erkaklar bilan ya'ni umuman o'zi ayollarni masjidda e'tikof o'tirishliklarini xush ko'rmasdan uylariga qaytib ketgan. E'tikof o'tirmaganlar. Endi bu payg'ambar alayhissalomga xos holatda, to'g'rimi? Masalan, bir kishi bu yil e'tikof o'tirmayman-da, keyingi yillar payg'ambar alayhissalomga ergashib 20 kun o'tiraman deydigan bo'lsa bo'lmaydi-da. Albatta. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga xos. Chunki keyin oxirgi yil o'tiradilar, shuni o'zi bizga dalil. Amallarni so'ngisi. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, chodirlarda yig'ishliklarni buyuradilar. Chodirlarda yig'ishliklarni. O'sha yil keyin o'zlari e'tikof o'tirmaydilar. Bu voqeadan ko'rinib turibdiki, o'sha davrdagi ayollar jamoat namozida masjidga qatnardilar. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ishni mahbub ko'rmadilar. E'tikof o'tirishni ayollar masjidda. Endi bugungi kunimizda fitna, fasod keng tarqalgan zamonda, ya'ni ayollarni masjidda e'tikof o'tirishliklari dolzarb, ya'ni o'tirmasligi lozim bo'ladi. Hazrati Oysha roziyallohu anha shunday dedilar. Bugungi kunlarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam agar bugungi kunda tirik bo'lganlarda ayollarni masjidiga, ya'ni ayollar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning masjidlariga borishligidan taqiqlagan bo'lar edilar. Ayollarni masjidga borishligidan taqiqlagan bo'lar edilar dedilar.
agar hayot bo'lganlar. Shundan ko'rinib turibdiki, ya'ni aytganimizdek ayollar ibodati xos bo'lishligi kerak, erkaklardan ya'ni xoli holatda o'sha uyni ichida bo'lishligi shart bo'ladi. Yana shu e'tikofga bog'liq jihati bo'lgan bir masala borda. Masalan, bilamiz, ruhiy tarbiya, tasavvuf fani yoki qaysi bir til bilan aytaylik, tazkiya deylik. Mana shu soha mutaxassislari, mashoyixlar qadimda ko'p muridlarini mana shu xilvat bilan tarbiyalashgan. Mana shu xilvatni mahraji, ya'ni istinbot qilingan, hukm qilib olingan va o'zlariga bir tarbiya uslubi qilganliklari e'tikofga bog'liqlik joyi bormi? Bilamiz, masalan, tariqatlarda bor. Chilla o'tirish deyiladi, 40 kun o'tirishlik. Yoki yana urf odatlarimizga kirgan nikohdan oldin yoki nikohdan keyin kelin kuyovga chilla o'tirishlikka tavsiya qilinadi. O'zi bu azizlarda o'sha avvalgi mashoyixlarning uslublaridan kelgan deyiladi-da. Yoki yangi tug'ilgan bolani tashqariga olib chiqmaslik, bir yerda olib o'tirishlik, chilla qilib, yoki o'sha mashoyixlarning tarbiya uslublari. Bu e'tikofga bog'liqlik yeri bormi? Nima uchun joriy qilingan? Biz Toshkentda Shayx Zayniddin masjidi bor, ko'kcha xilvatxona bor pastida. O'sha yerga tushganda o'qigandim-da, deb yozib qo'yilgan. O'sha Shayx Zayniddin o'zlarini muridlarini 6 oy xilvatda olib o'tirar ekanlar-da. 6 oy xilvatda o'tirishar ekan, 6 oy tashqarida yurishar ekan. Bu shariat chegarasini tajovuz qilishlik bo'lib qolmaydimi? Ya'ni insonga og'ir keladigan vaziyat emasmi? Sunnatda vorid bo'lgan e'tikofni, xilvatni bilyapmiz masalanda. Bir yilda 10 kun o'tirilyapti. Boshqa vaqtlar ixtiyoriy, lekin bu qadar insonga qattiq nima ta'sir qilmaydimi bu masala deyman-da. Agar joriy qilingan-ku avvallari, balki hozir ham bordir. Men eshitgandim, Hindistonda ba'zi mashoyixlar shunday tarbiya qilishadi muridlarni xilvatda debdi. Nima aloqasi bor shariatdagi biz bilgan e'tikofga, mana shu chillalar, xilvatlar bo'lsin va ko'pini ziyoni yo'qmi buni? Qanday foydasi bor? Endi bu tasavvufdagi chillaga keladigan bo'lsak, tasavvufdagi chillada avvalo o'sha buyurayotgan ustoz muridiga nimani buyurishlikni va nafsi nimani ko'tara olishligi va nafsidagi o'sha nuqsonni ketkazishlikni qaysi amal bilan ketkazishlikni u tajribasi o'laroq biladi. U ana shuning uchun u muridiga buyuradi. Xo'p, aslida bu e'tikofni o'zi nima bir aloqasi bor? Ya'ni e'tikofda inson xilvatda qolib nima bo'lishi mumkin? Ya'ni qanday qilib u nafsi to'g'irlanib qolishi mumkin? Inson e'tikofda o'tirishlikdan maqsad shuki, e'tikofda o'tirishlikni o'zi bilan emas, unga ya'ni ziyoda narsalar bilan u nafsi to'g'irlanadi. Qanday bo'lsa, qanday deyilsa, misol uchun e'tikofda Qur'on o'qishlik. Qur'on o'qisa insonni gunohlari to'kiladi va qalbiga nur keladi. E'tikofning maqsadi shu, ya'ni e'tikof kirgandan keyin qalbidan yomonliklarni ketkazishlik va yaxshiliklarni joylashlik. Maqsad shu. U qanday bo'ladi? Qur'on ko'p o'qiysiz, unda ko'p zikr qilasiz, Alloh taolaga ko'p bog'lanasiz. Ya'ni olib qaraganda qalbni poklanishligiga olib keladi. Bizda ham ustozimiz bor edilar. 40 kun chilla o'tirib, keyin chiqadigan Qur'oni Karim yodlaganlar. Nima uchun bu? Nimani barakatidan? O'sha qalbini tozalaydi. O'sha Alloh taolaga ko'p nidolar qilib aytganimizdek Alloh taolani rahmatidan umidvor bo'lib keladigan bo'lsa, Alloh taolaning qalbini. Yo'q, endi uni tasavvuf ulamolaridan tafsilotini so'rash lozim bo'ladi. Biz bilganimiz shu. Lekin ziyoda bo'lsa ham, agar o'sha mutaxassis bo'lgan, shu ishni
ustasi bo'lgan inson tavsiya qiladigan bo'lsa, buni ziyoni bo'lmaydi, to'g'rimi? Yo'q, uni ziyoni bo'lmaydi. Shariatda ziyoni yo'q. Savollar bo'lsa, savollarga javob beramiz. Endi bir mavzudan tashqariroq savol kelgan ekan. Aytishyapti, ayollar shariatda faqatgina turmush o'rtoqlaridan ruxsatlari bilangina sochlarini kesishlariga ruxsat berilar ekan. Hmm. Buni qanday joriy bo'lgan bu narsa? Shunday gap bormi o'zi? Keyin turmushga chiqqandan keyin turmush o'rtog'idan so'rash kerak bo'lsa, turmushga chiqmagan ayollar kimdan so'rash kerak bo'ladi sochini kesish uchun? Deyishyapti-da, mana birinchi eshitishim bunday gapni. Bunday gap bormi o'zi aslida? Keyin kecha yana bir savol kelganda menga shunga aloqador. Umradagilar aytishyaptiki, soch kesish bor-ku umrada. O'shani biz o'zimiz kessakda, o'zimiz bilan olib ketsak yurtimizga, olib borib ko'msak keyin. Endi taqvo jihatidan deb yaxshi gumon qildim men buni. Bo'ladimi? O'sha umra qilgan odamning sochi o'sha yoqda qolish kerak degan gap yo'qmi deyishyapti. Xo'p, ikkinchi savoldan boshlasak, sochni kesishlik umrada sochni kesishlik, kesgandan keyin uni albatta yashirish kerak. Bir xilga ayollarni ko'rib qolamiz, o'sha haramni ichidayoq erkaklar ichida sochini ochib kestiradi. U bo'lmaydi, balki uyga borib, lekin o'sha umrani buzmaydigan amallarni qilmasdan o'sha mehmonxonasiga borib, ayollar faqat bir-birini sochini olishligi mumkin. Harom hududidan chiqib ketsalar ham. Ha. Misol uchun haromdan chiqsa nimasiga zarar yetmaydi. Zotan sartarosh uchun ham chiqiladi-ku. Chunki u soch avrat hisoblanadi. Misol uchun ayolni qo'lini ko'rishlik, yuqori qismlarini ko'rishlik avratmi? Avrat, gunoh. Lekin sochni ko'rishlik o'zi qanaqa hukmida mumkin emas edi. Erkaklarni boshqa nomahramlar ko'rishligi mumkin emas edi. Endi uni qirqilgandan keyin ham erkaklarni ko'zi tushishligi ikkalasiga ham gunoh yoziladi. Ko'ruvchiga ham, o'sha sochini tashlagan ayollarga ham. Umrada juda ham hushyor bo'lish kerak. Ayollar ko'rib qolamiz, qirqadida u nima qiladi? Musulga tashlaydi. Erkaklarning ko'zi tushishligi mumkin. Xuddi bir a'zosini tashlab ketgandek-da, agar avratini, ya'ni ochiq a'zosini tashlab ketgandek masalan. O'shuning uchun bizni eski ota-bobolarimiz va o'zi shariatda ham fiqh kitoblarida keladi, ko'mib qo'yishligi afzal. Ko'mib qo'yishligi kerak. Chirib ketadi-da. Ha. Erkakda ham nomahramlarning ko'zi ham tushmaydi. Musulga nimaga? Musulga tashlasangiz albatta ko'zi tushishligi mumkin erkak. Xizmatchilar bor, boshqalar bor, ko'zi tushishligi mumkin. Lekin ko'mib qo'ysangiz ko'rmaydi. Xo'p, keyingisiga keladigan bo'lsak, keyingi savolga keladigan bo'lsak, soch o'zi nima uchun? Nima uchun erkaklarga soch qo'yishlik mumkin emasda? Ya'ni shariatda maqbul emas. Lekin ayollar soch qo'yishlik buyurilgan, targ'ib qilingan. Chunki soch bu ziynat hisoblanadi. Ziynatlanishlik erkaklarga xos emas, balki ayollarga xos. Soch qo'yishlik. Va ana shulardan sochni qirqishlik, boshqa hukmlar o'sha ziynatni sohibi bo'lgan ya'ni xo'jayini, ya'ni eri bunga ruxsat bersagina mumkin. Chunki ziynat sohibi, ya'ni ziynatlanishligi unga, ya'ni o'sha ayolga vojib bo'ladi. Ziynatlanishlik kim uchun? Eri uchun. Ana shu ziynatni sohibi bo'lgan eri agar ruxsat bersa, qilishligi mumkin. Agar ruxsat bermasa mumkin emas. Ba'zi bir ayollarni ko'rib qolamiz, so'ramaydi, qirqtiradi yoki boshqa bir har xil
ya'ni nima deydi, pardozlar qiladi. Avvalo erdan so'rash kerak. Man shunday qilmoqchiman. Shunday uslubda mumkinmi? Eridan ruxsat olish kerak va shariatni muqobiliga ham to'g'ri kelishlik kerak. Suv o'tadigan boshqa. Endi turmushga chiqishdan oldin albatta otasi bor, uni akasi bor. Ular mas'ul hisoblanadi. Ulardan so'raydi. Chunki ular omonat sohibi. Ertaga Alloh taoloning yo'lida ular javob beradi. Shuning uchun erga tegishligiga qadar otasi va akasi ulardan ruxsat olishlik kerak. Asosan otasi endi bu ishda. Alloh alam. Yana savollar bormi? Savollar tugadi, Alloh alam. Inshaalloh keyingi suhbatlarimizda yana shunday davom ettirishlikka harakat qilamiz. Vaqtingizga rozi bo'lasiz inshaalloh. Hozir bizda savollar tugadi. Agar o'zingizda tayyorlagan biror bir narsangiz bo'lmasa, suhbatni tugatamiz. Xudo xolasa suhbatni YouTube sahifasiga joylashlikka harakat qilamiz. Joylagandan keyin sahifalarga qaytadan tashlaymiz. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Alloh barchamizga manfaatli qilsin. Rahmat. Inshaalloh. Alloh muvaffaq qilsin. Sizlarga ham ishlaringga, qilayotgan xizmatlaringga Alloh taolo rozi bo'lsin. Assalomu alaykum.